Aziz dostlar, Xudo xolasa toprak qaladan ham o'tdik. Gazlı tarafa qarab yurishayaptim. Kunim batıyotir. Yana betonchada yotirman. Allah razı olsun, duada bo'lib turinglar do'stlar. Bu yo'lda Allohga tavakkal chiqish kerak. Aman sağına sağ salama yetib borsan, Xudo xolasa Makka Madinaga yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa sizlar ham nasib etsin. Alloh taolo ham ko'nglingizni solsin. Aziz do'stlar, hojana bo'lib yurish, hojilar bo'lib yurish nasib bo'lsin sizlar ham. Bir yo'lingiz ochilsa, baraverasiz ekan yana Allohning uyine, Makka Madinaga. Ziyoratdan do'ymiz. Şurada qolib ketsam edi degan bunday bo'ladi odamda bir fikr. Haqiqatan shuningdek bo'ladi. Sog'indim Ka'batullohni. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Xudo xolasa Umra safarına chiqqanimizda ziyorat qilishga 2-kun bu 27 oktyabr do'stlar. Hozir biz Xudo xolasa Buxoroga kirib keldik. Duoda bo'lib turinglar. Inshaalloh Xudo xolasa omon sog'ona yetib boramiz nasib qilsa. Hamisha sog' salomat bo'linglar. Alloh omonat sizlar. Do'stlar, ko'rishguncha. Assalomu alaykum. Aziz do'stlar, Xudo xolasa inshaalloh G'ijduvonga keldik. Buxorodan chiqib nasib etsa yana yonimda ukamiz ham bor bir. Hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Ukamiz Qozog'iston bu, Ovshardan bu. Bu 10 gün burun mene mekting de bir vada Allah köyüne salıp ukamiz ham olib chiqdim. Yonimda bayatır bu. Yine akşam netlik toprak qalada o'tgandan keyin uchrashdik. Ava, toprak qalada o'tgandan keyin ukamiz bilan bo'tirmiz. Ukamiz ham shuylar Allohning baytına borib hoji bo'lib yurish nasib etsin. Sizlar ham hoji bo'lib nasib etsin. Shuni chiroyli kommentariyalarga yozib tursa, like'larni bosib, Alloh rozi bo'lsin. Ko'rishguncha do'stlar.